Hozir bitta kommentariyaga javob berib o'tmoqchiman. Mana bu devor tortilgan joy. Ko'rib turgan joylaringiz. Mana shu joy juda ham baland debdilar akamiz. Aka bu standart 15-20 gacha bo'ladi-da. Davlat qurilishlarida 20 gacha bo'ladi. Bu shu o'rtada 18-25 o'rtada qilinganda. Bu baland emas aka. Bu chotki bu. Agar mana bu yerda bo'lsa, o'sha past bo'ladi-da. Bu yerda bo'lsa mana qarang, o'sha devorda regellar to'g'risiga kelib qoladi. Regel to'g'rilariga. Bag'i o'zi mana bu yerlardan o'tib qoladi. No, prinsipi hech qanaqa strashniy joyi yo'q. Lekin davlat korxonalarida asosan devorga plakat ildiradi, nimadir qoqadi, nimadir bo'ladi. Taqib bitta rasm qoqib ham ustiga tushib qolishlari mumkin-da. Shuning uchun davlatning ishxonalarida asosan holatda tepadan tortamiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Shuning uchun bilib bilmasdan gapirmagan ham yaxshi bo'lsa kerak.